Assalomu alaykum Fayzulla Uz kanalining qadrli obunachilar, Xudo xolasa bugun ham qo'llab-quvvatlab, layklarni, tarsalarni bosib tursalang, Xudo xolasa o'zimga qo'zi qo'chqonlarni yaxshilariga, toza qirg'izligini boqaman, zo'ridan boqaman degan obunachilar uchun bugungi video maxsus bo'ladi, qadrli obunachilar. Bugun ikki partiya qo'zi chiqarib beraman. Narxlarni har doimgidek 200 ming, 300 ming bu yerdan arzon qilib beraman, qadrli obunachilar. 2026-yil 6-fevral haftaning juma kuni ilk sondan ertalabdan Xudo xolasa videolarimiz ustida ishlab bormoqdaman, qadrli obunachilar. Agar lokatsiya tashlab borib ustida ko'rib olaman deydigan obunachilar uchun bemalol telefon qilsang, lokatsiyalar tashlab beraman, bemalol ustiga kelib, Xudo xolasa ko'rasizlar, narxiga amin bo'lasizlar, qadrli obunachilar. Arzonligini eshitib turib, Fayzulla bo'ldi, dastlabkasini qilib yetkazib berdiysizlar, qadrli obunachilar. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Qatag'on qishlog'ida, Xudo xolasa, ya'ni o'zimda qo'yib bermamda. Mana qadrli obunachilar, ko'rib turibsizlar, qo'zi qo'chqonlar oyoqlari uzunlaridan. Birinchi partiyamizga soni 14 dona. Bitta obunachimizga bitta o'tkazib beraman, qadrli obunachilar. Hammasini ko'rib chiqinglar, hammasi tikka, quyruqlari tikka, kam yo'q, sergo'sh variantidan. Badani zo'r, yeb ichari nihoyatda zo'r qo'zi qo'chqonlar. Mana ishqibozchilikka bitta sarig'idan, oqidan kiradigan obunachilar uchun bemalol telefon qilaverasizlar. Bittaga ham, 5 taga ham, 10 taga ham Toshkentgacha dastlabkilarni qilib yetkazib beramiz. Bular yosh o'yliklar keladigan bo'lsa, 9 oylik atrofidagi qo'zi qo'chqonlar, 9 oy. Mana bo'ylarini 80 plus minusga beramiz, qadrli obunachilar. Bir o'zimligim uchun bo'yni o'lchamayapti, lekin telefon qilsalar bitta olasizlar, 5 ta olasizlar. Nechta olsalar bo'ylarini o'lchab, hammasini ko'rsatib beraman, qadrli obunachilar. Bemalol telefon qilaveringlar. Mana 14 dona. 1, 2, 3, 4 ta, 5 ta sarig'i, 6 ta sarig'idan bor, bitta oqidan bor. 7 ta qora kashtanidan bor, qadrli obunachilar. Yemga o'ta tayyor. Qurbonlikqa o'ynab kulib, Xudo xolasa zo'r yetiladi. Yaxshi foyda qiladigan varianti bu, qadrli obunachilar. O'ylanmasdan tars olib qo'yaveringlar, qadrli obunachilar. Ular mana misol uchun mana sariq qo'yiladi, qaranglar. Urug'liqqa boqasin, libi yo'nalishga yetib beraveradi. Qo'chqorda hozir holatda ham badani zo'r. Yemini yeb yurgan variantda bular, qadrli obunachilar. Uzunliklari ham nihoyatda kelishgan qo'zi qo'chqonlar mana. Mana ko'rib turibsizlar, qadrli obunachilar, dumbalari hammasi kam yo'q, sergo'sh variantida mana. Munnosumni oqqon qo'zimas. Olasizlar, olib borasizlar, yemini berasizlar, bo'ldi, qadrli obunachilar. Yegani sar foydaga zo'r kiradigan qo'zi qo'chqor bu, qadrli obunachilar. Endi bular narxiga keladigan bo'lsa, narx, qadrli obunachilar, u bilasizlar, narxini u balanddan kelib 200 ming o'tib beraman, 300 ming o'tib beraman deyish kerak yo'q. O'zing bu yerga solishtirib ko'ringlar, narxini bu yerga solishtiringlar. Narx arzon bo'lsa, Fayzulla jo'natib ber desalaring, Xudo xolasa hammasini bir joyga, Xudo xolasa bitta obunachi narxini eshitib olaveradi. Buni 5 million 48, uni narx aytish kerak yo'q. 4 million 600 ming so'mdan bir yerga bo'lsa dastlabkilarni qilib yetkazib beraman, qadrli obunachilar. Bir yerga olganda 4 million 600 ming so'mdan baraka ketdi, Xudo xolasa. Ichidan terib olaman degan obunachilar uchun 100 ming so'mdan qo'shasizlar, bitta masalan bo'ldi. 2 ta, 3 ta, 5 ta olsalar ham 4 million 700 ming so'mdan ketaveradi, qadrli obunachilar. Bittaga ham misol uchun yoqqanini olingan 4 million 700 ming so'mdan chiqarib olaveringlar, qadrli obunachilar. 4 million 600 ming so'mdan mana, qadrli obunachilar. Soni 14 ta. Hammasi qo'chqor. Yoshlar 9 oy, 10 oyda orasidagi qo'chqorlar. Bo'ylari 80 plus minus. Telefon qilishga shoshilinglar, qadrli obunachilar. Bunaqa variant hadimam bo'lavermaydi. Bu birinchi partiyamiz. Ikkinchi partiyamizga Xudo xolasa bundan sal yiroqlardan bor. Katta jonivorlar, Xudo xolasa. Qadrli obunachilar, Xudo xolasa ikkinchi partiyamizga yemin yeb turgan joyida oldi. Shakashini chiqardi, qadrli obunachilar. Qovani endi sekin-sekin chiqaryapti. 10 oylik, 11 oylik atrofidagi qo'zi. Xudo xolasa kalla oshlari katta, oyoq qo'llari baquvvat. Ko'rib turibsizlar, yemini yeb yotgan variantidan, qadrli obunachilar. Mujmali yo'q qo'ydi. 5 tasi bir xilda qo'zi. Mana. Jonivorni ko'ryapsizlarmi, qadrli obunachilar? Xudo xolasa bular yoshlar 10 oylik, 11 oylik atrofidagi qo'zi, bular ham kecha yetib kelgan 7-tisiga bir haftaga garantiyasi bor. Ko'ngilni to'q qilib sinab olaverasizlar, qadrli obunachilar. Bir hafta yeganidan, ichganidan, zo'rlig'idan Xudo xolasa qo'zilar yaxshi o'zgarib, yaxshi semiryapti. Mana 5 ta bo'lsin, zo'ridan bo'lsin degan obunachilar uchun mana shuni tashab qo'yasizlar, qadrli obunachilar. Buni narxiga keladigan bo'lsa, narxi 5,5 million, 5 million 300 ming. Mayda-chuda gap kerak yo'q, qadrli obunachilar. 5 million so'mdan dastlabkasini qilib yetkazib beraman. 25 million so'mga dastlabkasi ketdi.
Mana qadrli obunachilar, bitta ko'ryapman. Buning ichidan ikkita olaman, bitta olaman deydigan, misol uchun ikkitasini olaman deganlar kelishiladi, dastlabkasicha uni ham yetkazib beriladi qadrli obunachi. Hozirdan shular edi. Ko'rib turibsizlar qadrli obunachilar, shoshilamiz. Faqat bu qo'ylar bozorda ham 5 million, 5 million 100 ming, 5 million 200 mingdan bermaydi qadrli obunachilar. Menga ozginadan foyda qilsa bo'ldi qadrli obunachilar. Ozginadan yumalab qolsa sotilaveradi. Bizdan olgan odam yaxshi baraka topsa, biz xursand bo'lamiz qadrli obunachilar. Mana qo'yni ko'rib turibsizlar. Telefon qilsang bo'ylarni ham hammasini o'lchab, videosini qilib tashlab berilaveradi qadrli obunachilar. Uylaringga borganda ham buni rahmatini aytasizlar qadrli obunachilar. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling. Kanalimizga yangilar obuna tugmachasini bosib turinglar, yaqin birodarlarga podelitsiya qilib uzatib qo'yaverasizlar.